$38,000 deyotgan yerda biz sizlar uchun talashib tortishib normalni tushirtirib qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, xudo xolisa pulini aytamiz. Assalomu alaykum akalar. Bizga Range Rover mashinasi himchiska, polirovka, keramikaga kelgan. Xullas mashinani egasi bizga ishonib tashab ketgan. Uka nima bo'lsa qilib ber, mashina sotiladi. Mendan olgan odam hech narsa qilmasin. Tayyor olsin-da, minib yursin deb bizga tashab ketdi. Biz bunga qilib bergan ishlarimiz himchiska, 3 etapli polirovka, keramikasini qilib berdi. I kelgan glansviy diskasini, kraskasi glansviyni biz matviga qilib chachib berdik. Xo'p, operator bitta qilgan ishlarimizni ko'rsatib qo'ying. Akalar, ishimiz yoqqan bo'lsa, yurechani bitta qizartirib, podpiskani bosib qo'yasizlar, bizga motivatsiya bo'ladi. Xo'p, milliga kelsa 2019 3 объем dizel turbo, duh linzoviy led faralarda, 22 diskalarda, повторитель поворотник bor, 360 kamerasi bor, слепая zonasi bor, 4 oy eshigi бесключевой доступda, elektropaket, pamять сиденья, klavish сиденья, elektrorучник, original 158 ming probegda, mashina salon holatlari ideal holatda, xudo xolasa panoramniy tom. Mashinamizni xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi, mashinamiz inshaalloh holati zo'r. Xo'p, eng qiziq joyi, biz buni puliga kelsak, talashib tortishib 38 ming deyotgan yerda sizlar uchun $33,500 ga tushirtirib qo'ydik. Sunnatiga o'zingizlar telefon qilib tushirtirib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum.